Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hoji yaxshimisiz? Yaxshi. Mana yana bitta obyektni bitirdik. Jergatal degan joyda. Tungi fonda oq bilan seriyallashtirib rombilarga qildik. Qaltiroqcha uy ekan. Litsenziyasini ustilarini chiroyli qilib berdik. O'zi aytgandek 3 ta plafonni atrofiga qoralardan qo'yib juda yoqtirdi, ajoyib chiqdi. Bu tungi fon ishlarimiz oq tungi bilan seriyallashgan. Bundan tashqari uyda atrofini aylantirib maydonlarni ham qilib qo'ydik. O'stirmalarni oq tungida maydonlarda qilib verdik. Uyda aylanasiga shunday bo'ldi. O'zicha bir chiroyli chiqdi. Alhamdulillah. Bu ko'chadan kirishga bir tarafiga tanlov qo'ydik, sliv turbolari bilan seriya qo'ydik. Bitta bu yerda xorlarini ham portlarini seriyadan qilib berdik. Ajoyib chiqdi bir. Baho berib qo'yasizlar inshaalloh. Bu Jergatal degan joylarda qorlar ko'p yog'adi. Shunga ko'p aylantirib sliv qo'yishmaydi bu yerlarda. Qor katta yoqqani hisobiga. Shunday. Alhamdulillah ishimiz bitti. 3 kunda tugatdik alhamdulillah. Aylantirib qo'yib oldik.